Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javuz qishloq dorivor meva. Ismi behi. Mevali daraxt. Rus tilida ayva deyiladi. Behi o'ziga xos xushbo'y hidga ega va bir oz taxirroq mazzaga ham ega bo'lib, daraxtning balandligi 3 metrlar chiqadi. Behi mevasi oktyabr va noyabr oyida pishadi. Tomorqalarga o'sadigan daraxt va mevali hisoblanadi. Behining shifobaxshlik xususiyati vitamin C tarkibida borligi uchun sabab immunitetni kuchaytiradi, gemoglobin qonni miqdorini oshiradi. Behining urug'i yo'talga shifobaxsh. Behi past kaloriyali bo'lgani uchun parhez tutuvchilar uchun yaxshi meva va odamlar tomonidan murabbo qilinadi. Bilmagan inson bilgan insonlardan so'raydi. Mutaxassislar tavsiyasi bilan kam-kam iste'mol qilsangiz bo'ladi.